Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Mana Xudo xolasa yangi ishga keldik. Hozir ko'rsataman. Mana Xudo xolasa shu yerga santexnika qilgan keldik. Omon bitirgan. Mana sopul qilishyapti. Farg'onaning ustalar. Shu yana bitmagan hali. Sokullar ham Xudo xolasa chiroyli chiqyapti. Hozir bu bitgan. Shuvoq qilish kerak, santexnika qilish kerak, buni bitirish kerak. Mayli paddon bo'ladi. Rakvina, stronli mashina, bu yerda o'rtasida. Bunga ariston o'rnatamiz. Motorchik ikkita qo'yadigan bo'ldik. Nima foto bo'lmaganda shuvoq qilib, mana bir devorda pishmay qilamiz, kafil bo'ladi.